Assalomu alaykum guys. Kelinglar bugun sizlar bilan capital expenditure va revenue expenditure farqlarini ko'rib chiqamiz. Har safar pul sarflaganimizda bu xarajat ikkita turdan biriga kiradi. Ya'ni siz qandaydir xarajat qildingiz, bu capital expenditure expense ga kiradi yoki revenue expense ga kiradi, expenditure ga kiradi. Demak, bularni farqi nimada deydigan bo'lsak, capital expenditure bu kapital xarajatlari. Agar biz pulimizga aktiv sotib olsak, ya'ni uzoq muddatli xizmat qiladigan aktivlar sotib olsak, bu kompyuter bo'lishi mumkin, mashina, uskuna, ofis mebellari bo'lishi mumkin. Long term activities of a business. Biznesingiz uchun uzoq muddatli xizmat qiladigan aktivlarni sotib oladigan bo'lsak, demak bizda bu capital expenditure hisoblanar ekan. Capital expenditure buying, improving or selling non-current assets. Sotib oladi, ya'ni ularni rivojlantiradi. Improving, ya'ni yaxshilash ma'nosida bu yerda ishlatilinadi. Selling, sotish yoki sotish. Bular capital expenditure ga kiradi. Improvingda yana bir narsani aytib o'tish kerakki, misol uchun sizni mashinangiz buzilib qoldi yoki bo'lmasam deylik, uskunangiz buzilib qoldi kompaniyangizdagi va uni siz tuzatish uchun, fix qilish uchun bu ham capital expenditure ga kiradi. Demak, buni capital expenditure asosan financial statementda ko'rsatamiz, uni balance sheetda ko'rsatamiz. Demak, bizda revenue expenditure bor. Bu biznesning day-to-day operations of a business, ya'ni biznesda asosan o'sha asosiy faoliyatidan kelib chiqqan, ya'ni asosiy faoliyati dagi xarajatlar, bular revenue expenditurelar deyiladi. Biznesning asosiy faoliyatidagi xarajatlarga kiradi. Ya'ni bu o'sha normal biznesingizda siz kitob sotadigan bo'lsangiz, demak, o'sha kitobga ketgan xarajatlar hammasi revenue expenditure hisoblanadi va bu biz o'tgan dars ko'rganimizdagi income statement, profit or loss accountda ko'rsatar ekanmiz revenueni. Capitalni esa biz financial statementda ko'rsatamiz. Demak, xulosa qilib olganda, bu ikkala xarajatni to'g'ri ajratish juda muhim. Chunki bu moliyaviy hisobotlarni to'g'ri tuzishga yordam beradi va biznesingizni real holatini ko'rsatib beradi. Bundan keyingi misollarda yana ham ko'rib chiqamiz. Siz bilan qaysi turdagi xarajatlar revenue, qaysi turdagi xarajatlar capitalga ajratilishini sizlar bilan keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.